Leytenant, ularni qattiq kuzdiңlar. Xo'p. Aras. O'lta bilan aloqalashib turinglar. Ularni cho'chitib qo'ymaylik. Bo'ladi. Mayli. Dada. Keysi. Xuddi osmondan tushgan farishtaga o'xshab qopsiz. Men ishdan burun siz bilan so'zlashaydigan. Bo'ladi qizim. 2 kundan buyon bir muncha ishlar oqibatini yuz berdi. Buning sababi zodi nima ekanligini bilmayapman. Bu ishlar bilan koringiz bo'lmasin. Demakchi bo'lganim, qarallik bomba voqeasi yuz berdi. Yana birisi meni mashina bilan so'qib o'ltirmoqchi bo'ldi. Qandaqli bo'lmasin, uning sababini menga aytishingiz kerak-ku. Aslida bu ishlarni sizni mangu bilmaskan degandim. Nimishqa? Biz Teksasda o'yin qo'ygan heliq vaqt esingizdami? Siyafordda uni qandaq unutib qolay. Men 1 soat to'shqicha chiday olmay sahndan tushib ketgan tasqagan-ku. Biz yo'lga chiqishdan burun birisi meni izlab ketgan. Uning deyishicha, u shu yalik saqchikan. U menga sizning yatog'ingizdan zarlik chekimlik chiqqanligini aytdi. Dada, u yolg'on aytibdi. Meni bilmayapsiz. U sizni va boshqa qizlarni qo'lga bu sachlikni oshkorlab o'taman deb tahdid soldi. Keyinchi u mendan pul berishni talab qilgandi. Men rad qildim. U to'pponchani chiqarib menga tanglagandi. Darhol qo'lga eslib biligini qayirishimga to'pponchadan o'q chiqib ketdi. Parvardigorim. Men qasdan qilmadim, ammo o'q chiqib ketdi. Tunigun birisi menga telefon berib, bu ishlarni ko'rib qolganligini aytdi. Men noiloj bir do'stimnikiga yordam so'rab bordim. Nima uchun soqchidarsizga ma'lum qilmadingiz? Ular gapimga ishonmaydi. Men o'zimdan emas, balki sizning ansirayotiman qizim. Yuring. Kechikib qolmaylik. Tomoshabinlar sizni kutib o'tadi. Jack. Volta. İşler joyidami? Hamish joyida. Nima ishkilamaysiz? Og'rib qoldim. Gitar bo'lmasa, o'yinning ishi so'g'ichlashmandi. O'lgidek holat kelib qolmagansiz. Hey, texnik kelmaydi, hajog'i kelmaydi. Bu o'yla qandaqroq ekan. Hamon bir kuni bizning mushundaq yasidaq o'ylarimiz bo'ladi. Yolg'on oshkisi nima qilgan odamlar? Kasbiga sodiq odamlar. Ularning kasbi nima? U degan biz boshqa turadigan masala emas. Yomon yeri bizning gitarchimiz kelmaydi ekan. Bu uning nima qilgani? Men uni ishdan bo'shatdim. Endi biz qanday qilamiz? Tomoshabinlar kelib bo'lgan tursa. Meningcha, unalg'i shiltib turaylik. Aldimi Volta? Ularning gitarchisi kelmaydigan bo'pti. Bizning nima karimiz, bizning ishimiz. Oshkisni kuzatish oldi. Avvallarni ko'rdingmi? U mushuni kuzatadi. Ber baqali. Avto, ularning keyindan boraylik. Sen bag'il Volta, birimiz qilib, qizlarga amra bo'lmasak bo'lmas. To'g'ri deding, avto. Bo'pti, sen qil. Kayginingizga intayin xush bo'ldim. Men shundaq, sizlarning avorchilik uchirganliginglarni uqdim. Chatoq bo'ldi. Bizning gitarchimiz ushtim tutganmas bo'pti. Mening yordamim tegib qilishi mumkin. Birasini tunimsiz. Bundaq ishlarni o'zim bir taraf qila olayman. Men uningga ishoniman. Men hozirlik kelaman. Dur belge. Anladыңmы? Маған gitar керек. Naydi yaxşı oldu. Yaraysan. Jack,
Ulan Ayşem. Ha, uqdim. Bu keynimizden kelip da, nim qilmoqchidi? Bilmedim. Uni ergashtirib tog' yo'liga chiqsaqla ma'lum bo'ladi. Qizlar, tayyorlik bitdi. Qatnashamda? Ansirmang dada. Uni men taklif qildim. Yaxshi bo'ldi. Sen nimqiyapsan? Gittarchi otma, ko'midingmi? Darhol tush. O'yinni to'xtatib qo'yg'il bo'lmaydi. Oldu. Mardina. Nimaga buncha aldiraysan? Kerak berma, tez bo'l.